Uydagilar menga ishonganiga rahmat. Agarda uydagilar o'sha paytda ishonmasdan o'sha ofisga kelib turib, "Yo'q san" deb o'sha produktni qo'shing etib ishlatma mana bolam, nima xohlasan? Tinch qo'y mana bolam. Bu yoqqa kelsan faqat o'qiysan deyish olardi-ku. Qilishmadi. Okey? Xohlasam qil deb menga arqonni keng tashlashgani uchun rahmat. Ana endi rostdan rahmat aytadigan payt keldi. Sizlarga bitta teshimani oldik. Qiziqishga. Keyin turib, mana bu ochilash qani? Kelaydiga bitta shu bolalarni umriga safar oldik. Sizga siz nima yozgan-ku? Sizga hech kim ishonmagan paytda ham sizga ishongan odamlarni esdan chiqarmang.